Maqsaddoshlar, bugungi hikoyamiz 5 non. Billa safarga chiqqan dehqon bilan sotgar yo'lda bir daraxt soyasida o'tirib non yeyishmoqchi bo'pti-da, dehqon 3 non, sotgar 2 non chiqaribdi. Bu chaqda oziqliq olmay yo'lga chiqqan bir notanish kishi kelib, ulardan biroz non berishni o'tinibdi. Dehqon bilan sotgar ma'qul bo'pti. Bu 3 kishi 5 nonni billa yebdi. Non yeyilib bo'lgandan keyin notanish odam 5 tanga chiqarib, "Aq ko'ngil birodarlar, buni ilib qo'yinglar. Bu mening ozroq bo'lsin ko'nglim" debdi. Notanish odam ketibdi. Dehqon savdogarga: "Birodar, men 3 nonim uchun 3 tanga olay. Sen 2 noning uchun 2 tanga ol" debdi. Savdogar buningga qo'shilmay: "Nonni tangiydiq, pulni tang bo'lishayli" debdi. Ikkilan talasha bir fikrga kelinmabdi. Oxiri yo'lda ketayotgan bir yo'lovchi buvay bu ishni lilla bir taraf qilib qo'yishni taklif qilibdi. Yo'lovchi buvay bularning gapini anglagandan keyin: "Dehqon birodar 4 tanga elishi, savdogar birodar 1 tanga elishi kerak. Mushundaq bo'lsa, toza muvofiq bo'ladigan bo'ladi" debdi. Savdogarmi buningga qoyil bo'pti. Yo'lovchi buvayning taqsimoti adil bo'ldimi yo'q? 5 nonning javobi. Ular 5 nonning har birini cho'ng-kichikdagi o'xshash 3 parchaga bo'lgan. Bundaq bo'lganda dehqonning 9 parcha, savdogarning 6 parcha, jami 15 parcha bo'ladi. 3 odamning har biri 5 parchadan yeydi. Buningdan ko'rinib turibdiki, notanish yo'lovchiga dehqon 4 parcha, savdogar bo'lsa 1 parcha non bergan bo'ladi. Bundaq bo'lganda dehqon 4 tanga, savdogar 1 tanga olish kerak. Demak, yo'lovchi buvayning taqsimoti nihoyat adil bo'lgan.